Mana kecha Toshkentda ham bitta bola yo'limni to'sib olib yarim soat gapirdi. Qora aka nima qilsam ekan? Surxondaryo olaymi qaytlikdir bola ekan, vohali ekan. Qora aka deydi, otam deydi hozirgacha ichadi, bundan bag'iga ham ichaman deyapti, to'yini yashi aroq olib kelib o'tkazaman deyapti. Men nima qilay deyapman? Men namozxonman deyapti. Men islomiy to'y qilgim bor. Men bir qorini olib kelib, olimni olib kelib, bir imom ahli ilmni olib kelib, chiroyli qilib suhbat qilib o'tkazgim bor. Nima qilishim kerak deyapti. Haqiqatan nima qilish kerak? Hech ham haligi bir bizdan ham bir chiroyli javob berish ham qiyin bo'lyapti. Amasa borsa javob berayotgan gapimiz, otangiz qattiq gapirmang, nasihat qiling. Bitta haligi otangizni ham, haligi otani ham bir gapiga nima deydi, doim maslahat olib yuradigan odamlar bo'ladi. O'sha odamni o'rtaga soling, onangizni o'rtaga soling, duo qiling, namozlaringizda qattiq gapirmang. Otang to'ng'iz bo'lsa baylab boqin degan maqol bor o'zbeklarda. Bilasizmi? Qo'polroq degan hikmat bor tay. Xuddi shunga o'xshab qattiq gapirmang. Bor yo'g'i shu maslahatni beralyapmiz, xolos. Undan o'tolmayapmiz.